Obunachilar, yurtdoshlar, xudo xolasa Xorazm avtotek xizmat salonuna xalq kutgan mashina keldi. Ina Damas'ni tozalangan versiyasi. To'g'rimi? Tushundingmi axir? Ya xatomi? Ayting. Amin ko'p bo'lsin, birga bo'lsin, o'rgalaydi, yo'sin, tag'illar, kun umr sog'lik salomatlik bo'lsin. Shu mashinadan savdosi yurishi, xudo xolasa xalqimizga xizmat etadigan zo'r bir mukammal mashina bo'lib yetisin. Sizga omad. Allohu akbar. Salomat bo'lasiz. Boshlang Umirbek aka, xudo xolasa. Damas Mov, ya'ni Damas'ni yangilangan versiyasi keldi. Bize kutgandan ham darajada zo'r ekan, haqiqatan ham o'zimiz ham minib ko'rdik haqiqatan. Bu 6 kurs ekan-ku. Havo. Avtomobilimiz baholari van varianti 134 milyon 439 ming so'm. Damas Max 142 milyon 471 ming so'm. Damas Mov 1.2'lik motor 139 milyon 675 ming so'm. Damas Mov Evo 1'ning bahosi 144 milyon 563 ming so'm. Endi eng lyuksi, ya'ni Damas Mov Pass 1.5'lik motor 149 milyon 11 ming so'm. Endi Damas Mov Pass, ya'ni 1.5'lik motor 154 milyon 528 ming so'm. Ya'ni eng arzoni 134 milyon so'm, eng qimmati 154 milyon so'm. Havolari shuning ichida o'ynaydi, raznica. Konditsioner bor. O'rindiqlar soni 8. 8. Havo. Shofir bilan birga. Avtomobilning uzunligi 4.4, kengligi 1.6, balandligi 1.86, g'ildiraklar bazasi 208, bakni sig'imi 45 litr, Hisob. yuk ko'tarish qobiliyati 650 kilogramm, ballonlari 14lik, dvigatel turi atmosferniy 4 silindrdan iborat, dvigatel hajmi 1.2lik и 1.5lik, rul boshqaruvi elektronik ekan, rul boshqaruvi. Elektronik yurtdoshlar. Yoqilg'i sarfi 6,5 litr. Agar sizlar shu mashinani xarid qiladigan bo'lsangizlar, nechik tarzda xarid qilasizlar? Endi ko'pchilik aytadi, "Menga rasulashga bormi?" deb so'rashi mumkin-da. Shu yerni aytib o'ting, nishab xarid qiladilar bizlarga kelsalar. Hozircha bizlar bu bo'yicha ofitsial ma'lumot yo'q. Uzoqdan Motors tomonidan xudo xolasa tez kunlarda sotuv tartibi ham aytiladi. Ofitsialni qilib, sizlarga batafsilroq ma'lumotlarni hujjatlar kelib tushgandan keyin aytib beramiz. Birinchilardan bo'lib xudo xolasa. Xudo xolasa. Yurtdoshlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Xorazm avtotek xizmat saloniga kelib, mashinani ko'rib, o'zingizga yoqadimi, yoqmaydimi fikrlaringizni bildirib ketsangiz bo'ladi yurtdoshlar. Salomat bo'lasizlar. Haqiqatan ham zo'r xudo xolasa 250 million so'mlik Volkswagendan qolishmaydi. Avvalo xudo xolasa. Mana hozir ustida shtir puli bo'lsa, bormi bu Yo'q, hozir shartnomamiz yo'q. Hozir yo'q, ha? Hozircha bu mashina shartnoma yo'q, lekin kelib ko'rib fikrlaringizni qoldirsangiz bo'ladi yurtdoshlar. Rahmat hammaga.